Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun obzorimizga ilk bora o'zbek tilida Dongfeng Paladin avtomobilini olib kelib qo'ydik. Ya'ni shahar sharoitida yurish uchun ham, hamda tog'li yo'llarda, hamda sayohatlarda yurish uchun ham mo'ljallangan avtomobil hisoblanadi. Kapotimiz ostida 2 litr turbina motor, 218 ta ot kuchi, 360 Nm, ya'ni 360 Nm nima deydigan bo'lsanglar, 0 dan 100 gacha razgon olib tezlanishi hisoblanadi. Xo'p, bu avtomobillarda основной newton-metri pastroq bo'ladi, lekin tog'li, toshli yo'llarda yurgan paytda bemalol harakat qilsa bo'ladi. Sababi bu 4 ta vidushi, ya'ni 4 tala balonni ham tortadi. Основной o'qi orqa o'q hisoblanadi, ya'ni avtomobil RVD hisoblanadi. Avtomobilning narxini videoni boshidan aytib o'tib ketadigan bo'lsak, 403 million so'm. Boshlang'ich nech pul bilan xarid qilsam bo'ladi, ya'ni 403 million pulim yo'q, boshlang'ich nech pul to'lab olib chiqib ketsam bo'ladi deydigan mijozda bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishsa boshlang'ich to'lovlarni ham aytib o'tib ketamiz. Avtomobilimizning yerdan uzunligi 215 mm hisoblanadi. Avtomobilning to'liq uzunligi 4882 mm, bo'yiga oladigan bo'lsak 1875, kengligini oladigan bo'lsak 1850 mm bo'ladi. Avtomobilda o'zida заводской 18 razmerdagi diska balonlar bilan jihozlangan. Undan tashqari avtomobilda ikkita yon tomonida o'zini mana bunaqa заводской poroglar bo'ladi. Zo'r tomoni avtomobil crossover emas, ya'ni Hammer, Baf 212 hamda Jeep Wrangler mashinalariga o'xshab raman ustiga qurilgan bo'ladi. Ya'ni buni pol qismi boshqa avtomobillarga nisbatan balandroq bo'ladi. Buni nima yaxshi tomoni bor deydigan bo'lsa, birinchidan clearance balandroq bo'ladi, tegmaydi. Bundan tashqari yumshoq yuradi, hamma protektorlarning o'zi ham ancha qalin bo'ladi. Yana bitta xavfsizlik tomonlama qulayligi, ramani misol uchun shahar sharoitida bizda haydalayotgan mashinalar Astana, Gentra, Cobalt, Nexus sedan mashinalardan shular bo'ladigan bo'lsa, xudo ko'rsamasın qanaqadir avariya yoki qanaqadir o'sha yo'lda qanaqadir mashina bilan to'qnashadigan bo'lsangiz, mashina sizni katta ehtimol bilan kelib ramingizni uradi. Ichidagi salon ichida o'tirgan odamlar ancha xavfsiz ketadi, ya'ni ramali avtomobillarda, crossoverlarga qaraganda. Bu SUV hisoblanadi o'zini segmentida. Hop, bundan tashqari salon ichi mana bu yerda besключевой dostуплari, bundan tashqari salon ichi interyeriga keladigan bo'lsak, to'laqonli qora rang bilan kombinatsiya qilingan bo'ladi. Mana bu o'rindig'ini o'zini 8 bosqichda ligirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni men pastki qismini o'zini alohida mana 2 bosqichda, ya'ni tepaga, pastga spinkasini o'zini, undan tashqari sidenasi bu yoqdan poзвоночник og'rimasligi uchun spinkasini o'zini yana ishirsa bo'ladi. Qo'l tegadigan 60-70% joylar mana yumshoq ko'jalar bilan ishlatilgan, ya'ni ancha sifatli bo'ladi. Avtomobilga chiqish uchun o'zida ham paroglari hamda ruchkalari qo'yilgan. Shularni bemalol mana ruchkalarni, o'sha paroglarni bosib bemalol o'tirib olsanglar bo'ladi. Rullarimiz elektrousilitilni multi rul bo'ladi. Bu yoqda cruise controlni ko'rish mumkin, hamda bu yoq tablo qismi hamda multimediani boshqarish uchun shu knopkalar qo'yib ketilgan. 6 bosqichda yuradi. Standart, sport, eco, snack, gravi, pisok rejimlari bor. 8 bosqichli avtomat korobka bo'ladi. Undan tashqari ikkita oldi sidenasida podogreflari bor, avto holdimizda bor, oldi hamda orqa blokirovkalarimiz mana boya aytganim 2H, 4H, 4L. Bu nima deydigan bo'lishsa, o'sha shahar sharoitida yurganda 2H da harakatlanadi avtomobil. Agarda tog'li, misol uchun notekis yo'llarda yuradigan bo'lishsa, ya'ni 4 ta balon kerak bo'ladigan bo'lsa, katta оборот uchun 4H ga qo'yiladi. Unaqa joylarda kichkina оборот bilan chiqib ketish uchun bo'ladigan bo'lsa, 4L ga qo'yiladi. Rushnoylarimiz elektronniy, bu yoqda pastakanliklarimiz bor. Bemalol o'sha suvlarni qo'yib kechishsa bo'ladi. Undan tashqari bu tomonda mana 360 gradus kameralari ham bor. Mana hozir kirib ko'rsatamiz mana. Oldi, orqa, yon hamma joydan ko'rsatib beradi. Ya'ni bemalol mashinani parkovkalarni ham, ya'ni shu godasiga qiynalmasdan parkovka qilsa bo'ladi. Bu yoqda lyukimiz ham bor. Lyuklarni ochib olsa bo'ladi. Bemalol shahar sharoitida yurganda harakatlanish uchun. Bu segmentdagi mashinalarda panorama bo'lmaydi. Sababini aytib o'tib ketaman. Panorama bunga qo'yadigan bo'lsa, bu o'sha tog'li, toshli yo'llarda yurgan payt chapga o'ngga qimillaganda panorama treshini berib yuborishi mumkin. O'shani hisobiga panorama qo'yilmaydi. Ikkinchi qatorga keladigan bo'lsa, ikkinchi qatorlar ancha keng, eshiklari taxminan shu 90 gradusgacha ochilib beradi. Bemalol ruchkasini ushlab ikkinchi qatorga chiqib olishsa bo'ladi. Bo'yligi 180 dan oshuv bo'lgan odam
ikkinchi qatorda o'tirganda mana bemalol o'tirib ketsa, misol uchun tizzasi spinkaga tegmaydi. Yaxshi tomoni mana bu pol qismi, o'rtadagi pol qismi bo'rtib chiqmagan. O'shani hisobiga bu yoq o'rtada o'tirgan odamga ham bemalol misol uchun tizzalari og'rib qolmaydi. Ikkinchi qatorda ketganda, shu uzoq yo'llarga ketganda ham tizzalari og'rib qolmasdan bemalol o'tirib ketadi. Avtomobilimizning bak hajmi 73 litr bo'ladi. 73 litrlik bak hajmiga ega. Undan tashqari rasxodi shahar sharoitida 10 ta 11 ta atrofida sredniy yurganingiz, agar gaz bosadigan bo'lsangiz 13 ta 14 litrgacha rasxod qilishi mumkin. Qanaqa yoqilg'i quysam bo'ladi deydiganlar uchun 92-95, lekin 92 ni ham yaxshi joydan quyishni tavsiya etiladi. Agar misol uchun bir xil joylar bor 92 deb qo'yib beradi, lekin aksdan o'lchaydigan bo'lsa 80-85 bo'lib chiqadi. Avtomobil 5 eshikli hisoblanadi. 5-eshigiga qatta deydigan bo'lsa, buni bagaji hisoblanadi. 5-eshigi bagaj hajmi 400 litrdan katta bo'ladi. Ya'ni bemalol o'sha oilaviy ketayotganda, misol uchun uzoq yo'llarga ketayotganda narsa oladigan bo'lsa, o'sha maket, tog'ora hammasini sho'tga sovorishsa bo'ladi. Bundan tashqari sal kichikroq bolalar bo'lsa, ko'rpacha solib qo'ysanglar, yotib ham uxlab ham ketaveradi. Asosiy narsalar shu avtomobilda gapirib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar, qo'shimcha funksiya sifatida bu yerda o'sha 4 ta parktronik sensor sezuvchi datchiklarni ko'rish mumkin. Ya'ni parkovka qilayotganingizda, o'sha mashinani orqaga yurayotgan paytingizda qiynalmasligingiz uchun qo'shimcha qulaylik sifatida qo'shilgan. Xo'p, bundan tashqari avtomobilda boshlang'ich 120 million so'm atrofida boshlang'ich to'lovni to'lab xarid qilishingiz mumkin. Kimga shunaqa ham tog'da, ham shaharda haydash uchun kerak bo'ladigan внедорожник mashinalar yoki qanaqadir elektr gibrid mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha bizning manzilimiz Sergeli 2 mavze, Qipchoq 6. Shunda Chinor metrosining yonida joylashgan avtosentr avtosaloni. Yana qanaqadir qo'shimcha savolingizsi bo'ladigan bo'lsa, o'sha pastda nomerlar qoldiramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilishsa, batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Keyingi obzorlarda qaysi mashinani obzor qilishimizni xohlaymiz, kommentariyalarga yozib ketsanglar, qo'ldan kelgancha o'sha sizlar aytgan modellarni topib obzor qilishga harakat qilamiz.